Assalomu alaykum bilasizlar. Shahar markazidan Olsudagi hovlimiz chiqibdi. O'zbekona qilingan hovlimiz. Adresni bilan ketaman. Tez yordamda ro'parasidagi ko'chamiz. Kanalizatsiya, svit, gazlar muammo yo'q. Lokatsiya juda yaxshi. Kirish darvozaxonamiz. Kvartirani sotib, kvartirani pulga olib qo'ysak bo'ladi. Mana hovlichamiz. To'g'ridan hammom, hojatxona, molxona qilib qo'yilgan. Bu tarafdan ikkita xonamiz. Ikkita xonamiz bor. Yangi qurilgan, eski hovlilardan emas, cho'kib qolgan hovlilar emas, yangi hovlilar. Xonalar ham katta-katta. Ishqilib kvartiradan yaxshilar. Ozgina mehr bersa, puli ham yomon emas. Oshxonamiz, omborxonamiz. Chiroyli daraxtlar ham ekilgan, mevali daraxtlar. Suvimizga mana muammo yo'q, uchochchilar bilan turibdi. Palivdan suvimiz ham bor. Endi egalari bilan savdo qilamiz. Tog'a hujjat topshiribsizmi? Hujjatlarni bering ham. Tak, hujjatlarni 4270 bular bor. Hamma hujjatlari joyiga ekan. Tog'a narxi nech pul? 55 ming dollar. 55 ming emas, bu tez sotilayotgan narx emas. Endi uyimizni narxladik biz, 41 mingga narxladik. 41 mingga olsa qo'yamiz, tezgina sotib beramiz. Rozi bo'lsangiz qo'yamiz. Kam bo'lmaydi. Endi tez sotilayotgan narxlar real narxi bo'lib turibdi hozir. Lokatsiyangiz bo'yicha shu narxga normal, arzon emas, qimmat emas, oladigan odamlar baraka topadi. Baraka topsa, shu narxga qo'yaveramiz, to'g'ri. Narxi startida 41 ming to'layapti. Sunnatga o'tayotgan joyi bor. Real narxga real narx beriladi, pastdagi nomerlar bemalol telefon qilaveradi.